Çık. Çık. Assalomu alaykum. Mening ismim Toya Kobayashi. Men yaponiyalikman. Men hozir O'zbekistonga kelib, Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida o'qiyman. Bu mening yotoqxonam. Hozir men bu yerda yashayman. Men hozir 20 yoshdaman. 2005-yilda tug'ilganman. Yaponiyadagi Kofu shahrida tug'ilganman. Mening oilam 5 kishidan. Anam professor. U universitetda ishlaydi va atam tadbirkor kompaniyada ishlaydi. Va ukam hozir 15 yoshda. U maktabda o'qiydi. Singlim hozir 10 yoshda. Maktabda o'qiganimda men jahon tarixi fanida O'zbekiston haqida birinchi marta bildim. Maktabning darsligida Samarqand shahridagi rasm bor. Men shuni ko'rganimda O'zbekistonga kelishni juda xohladim. O'zbek tilini eshitishi menga juda qiyin. Chunki Yaponiyada men an'anaviy o'zbek tilini o'rgandim. Lekin O'zbekistonga kelganimdan keyin ular juda tezroq gapiradilar va shunaqa an'anaviy gapirmaydilar. Shuning uchun eshitish juda qiyin. Men o'zbek tilida yaxshimsiz yoki yaxshimsan juda yaxshi ko'raman. Chunki Yaponiyada odam bilan uchrashganimda faqat assalomu alaykum. Yaxshimsiz yoki yaxshimsan aytmayman. Shuning uchun O'zbekistonda insonlar bilan uchrashganimda har doim assalomu alaykum, yaxshimsiz deb bu adabiyot menga juda yoqdi. Menga Islom sivilizatsiya markazi menga juda yoqdi. Juda chiroyli mosk bor. Men juda hayron bo'ldim. Yotoqxonada O'zbekistonliklar juda ko'p. Xitoydan kelgan talabalar, Tojikistondan kelgan talabalar ham bor. Va ular bilan rus tili va o'zbek tili va ingliz tilida ham gapirashaman. Magazinda yoki ko'chada men o'zbek tili va yoki rus tilida gapiraman. Shu vaqtida insonlar juda hayron bo'ldi. Chunki rus tilini biladigan yaponiyalik ko'p bor. Lekin o'zbek tilini biladigan yaponiyaliklar juda kam. Shuning uchun men Yaponiyadan kelganman deb aytganda o'zbek insonlar juda hayron bo'ldi. Men o'zbek tili harbim tarjimon respublika tanlovida ikkinchi o'rindadim. Shu tanlovda men qo'shiq aytdim. Mening atam juda yaxshi qo'shiq aytdi. Shuning uchun men ham qo'shiqni juda yaxshi aytaman. Men tanlovda Loraning Toshkent Samarqand deb qo'shiqni aytdim. Hozir aytmoqchiman. Umrin gulzori, baxtim bahori, o'zinsan, sevgin tumoli, o'zinsan. Hoy bilan qin yosh, misori ko'z qosh, o'zinsan. Aram ara ko'fnaman yosh, Toshkent Samarqand. Manzilim yorim, her yan bağı solin, vafoli ko'nglim. Har kuni shu yerdan o'qishga ketaman. Ana, meni avtobus keldi.
har kuni u bekatdan tushaman va shunday piyoda universitetga o'qishga ketaman. Men Yaponiyada Tokyo chet tillar universiteti talabasi edim. Yaponiyada birinchi va ikkinchi kurs tugatganim va hozir O'zbekistonda 3-kursda bu universitetda Yapon filologiya fakultetida o'qiyapman. Yaponiyada ota-onamga O'zbekistonga o'qish uchun kelaman deb deganimda ular xursand bilan ruxsat beradilar. Universitetda ham do'stlarim ko'p. Men ular bilan yaxshi gaplashman. Biz kursdosh 5 kishdamiz. Hammasi Yaponiyadan kelgan talabalar. Hozir o'zbek tilining darsi bor. Alohida taom bormi nonushta uchun? Nachiga. Faqat nonushta uchun, na? Ha, nonushta uchun. Nonushta va miso sup va miso sup degan. Miso sup u nima? Nima solasiz unga? Soyabay sos. Miso Xitoy daikon degan xitoyskiy. Xitoy karam. Xitoy karam. Boqo. Qaynatib. Qaynatadi. Assalomualaikum. Ragman bormi? Assalomualaikum. Necha pul beradi? 40 ming so'm. Rahmat. Men o'qishdan keyin ishga chiqaman. Bu yerda ish uchun imkoniyat bor. Yaponiyaliklar uchun tarjima qilaman va ishdan keyin yaponiyalik do'stlarim bilan o'zbek oshni yeyman. Kebab menga juda yoqdi. Non bilan kebab yeyish menga juda yoqdi. Assalomu alaykum. O'zbek tilini o'rganish uchun o'zbek tilida yozilgan kitobni o'qimoqchiman. Men Yaponiyada yapon tilida Babur bilan Alisher Navoiyning she'rini o'qiganman. Hozir esa ular nasrini o'zbek tilida o'qishni xohlayman va shuning uchun hozir men o'zbek tilini o'rganyapman. Albatta o'zbek tilini o'qish uchun o'zbek tilida birinchi roman Abdulla Qadirning o'tgan kunlari ham o'qimoqchiman. Assalomu alaykum. Menga bitta qora choy bering. Hozir O'zbekistonga dunyodan ko'p mamlakatlardan juda ko'p sayyohlar keldilar-da. Amerika, Yaponiya ham, Koreya, Xitoy, Hindiston. O'zbekistonda 14-noyabr kuni bo'g'irkengilik kuni bor. Bu juda zo'r bayram deb o'ylayman. Bundan tashqari xalqlar do'stligi kuni ham bor. Bu bayram ham juda zo'r bayram deb o'ylayman. Yaponiyada shunaqa bayram yo'q. Do'stlarim va chet ellar bilan munosabatlar qurish va tinchlik va mehribon qilib yasamoqchiman. Assalomu alaykum, kechirasiz? Menga rasm qo'ying. Rahmat. Bu yerda. Men Yaponiyada bir yildan oldin o'zbek tilini o'rganish boshladim va hozir O'zbekistonda do'stlarim bilan suhbatlashib o'zbek tilini o'rganyapman. Chunki Toshkentda juda ko'p chiroyli joy bor. Agar ota-onam O'zbekistonga borsa, men ularga ko'rsatmoqchiman.
eng qadimiy lekin juda ham qiziqarli bo'lgan o'yinini, ya'ni 5 yosh o'yinini o'ynaymiz. Mana bu olingan toshni orqaroq tutsangiz, bu yerda. va bu otganingizni ilishingiz uchun qo'lingizda ko'proq joyi bo'ladi. Bemalol ilib olasiz, bemalol. Qani? Men O'zbekistonda 10 oy boraman. Keyin Yaponiyaga qaytaman. Lekin Yaponiyada ham mening do'stimga O'zbekiston haqida aytmoqchiman. Qani? Qani bunisini ham, og'irgisini ham. Qani? Hop. Gap bo'lishi mumkin. 5 ta mana. Hozir men universitetda faqat rus tili va o'zbek tilini o'rganyapman. O'zbek do'stlarim bilan ovqat pishirish ham o'rganyapman. Shuning uchun Yaponiyada o'zbek me'moriy taomlarini yaponiyaliklarga ko'rsatmoqchiman, pishirmoqchiman. Kelajakda yana O'zbekistonga kelib, Yaponiyaning elchixonasida ishlamoqchiman. Yaponiyadagi do'stlarimga men O'zbekistonda tez moslashganim haqida aytmoqchiman. Hozir men do'stlarim bilan osh yeyman. Sizlarga xayr. なんだったらプロフも手で食べますね、あれだと。自量でチャイカから。いやでもマルチになってますよねって返信返ってきて。 Hamımız hoş kelibsiz qadamlaringizga hasonatlar bo'lsin azizlar. Assalomu alaykum. Tuman qayerdan keldingiz? Nima ish qilasiz? Assalomu alaykum azizlar. Mening ismim Toya Kobayashi. Men Yaponiyadan kelganman. O'zbekchaligiga yo'rivoryapsiz qo'yin. Nima ish qilasiz? Hozir Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida o'zbek tili va rus tilini o'rganyapman.